Mansurbek, o'tadigan bo'lsangiz 4 ta qo'yib beraman shunday. 4 ta qo'yib beraman. Ya, shunaqa beraman. Siz o'tingiz qani? Agar o'tarmasa bermayman, eshitib olib turing. Qaysi shundan? Farqi yo'q. Ey, boshqa safar. Ber Mansurbek. Ish yo'q. Omad tilaymiz. Unaqa narsa yo'q. 1 2 Shoyini bittadan? Ha, bu. Shoy dedim? Ha. 3 Tozalab ishonmagan. Qayta ishonmagan. Qayerdan Kota qop azmaysan qop ber. Tozalab ber. Seni chiqdimi? Almalik. O'ynadi. Ha? Nega ketma? Boshqa tozalaysan lekin. Boshqa tozalaysan. Kota qop ber, qo'blasam almalik deyman. Kota ishonmagan. Bu mazmun deyapman. Tozalab ber. Yo'q, mana dehqon mehnati. Bosh bo'lsin. Rubiyam mehman, ye. To'ng'iz bo'lib chiqadi. Musoxon aka. Voy, boshladi mana shu nima deydi, usta bilan yursan, sheno kamerani sayratish boshladi. Yaxshi-da, endi chapana to'g'ri gapirib turish kerak. Sizni ko'pchilik kutib o'tiribdi. Olvali ham pishibdi buni. Ba'zida olvali, ba'zida gilos deydi. Gilos. Yazovonga kelsangiz gilos olasiz. Gilosmi? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik, yaxshimi? Yazovonga xush kelibsizlar. Bugun xudo xolasa Musoxon akam Yazovonga mehmon bo'lib ketdi yana. Abdumalik Assalomu alaykum. ukam, tuzimsan? Sizlar yaxshimisiz? Bu Mansurbek gilosmi? o'z. Bu gilos. Bizda olvali deydi. Endi Yengchi, akam? Ama bo'lib ketgan. Yengchi, ha, o'sha atang aytyapman-da. Men hurmatli obunachilar qaranglar. Yeyolmayman. Oho, yeyish kerak-da. Pishmaganda bu hali. Ha, yeyish kerak. Obunachilarga bir ko'rsatish kerak. Reaksiyangizni ko'rsatishingiz kerak. Qani bir atang qorasidan qidirib topyaptilar, qani? Qani. Yo'q, baribir. Ha. Yo, akam. mazada. Mazami? Bunda. Senga yedirami? Yo, u narsani yana bir ikkita ushta yeng-da. U bittasi bilan qiziq bo'lmaydi-da. Sen nima qilmoqchisan? Meni yugurtirmoqchimisan? Yo, nimasiga yugurasiz bu olvali? Bunda. Ilgari esingizda bo'lsa, bu narsani nima qilardik? Murabbo kompot qilinadi. Murabbo kompotga zo'r. Mana ushlab turaymi o'zim. Mana. Abdumalik? Bering, olib turaymi? Ha. Qani? Bundoq qiladi. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, suyunsizlar? Oxunibdi. Oldiga kelgandik. Bugun dam olish kuni edi. Albatta bundan keyingi videolar bir boshqacha video bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bunday qilib uziladi. Qani? Nodasi bilan uzish mana. Obunachilar, hali lekin pishmagan. Bu zo'r emas hali. Lekin buni tatib ko'ramiz. Albatta bu narsani yoshliginglarda bilsanglar, biz bundan necha yil oldin 25 yil, 30 yil oldin desa ham bo'ladi. Bakalashkaga shuni solib, bitta cho'p tayyorlab, yo biz solmasdik. Cho'p solib, cho'pda urib qilsa haligi bir kompot bo'lardi. Haligini ichardik. Bismillah. Bagalata. Opto'da turish shartmi? Bu yoqqa ta'limi? Ya, o'zi ko'rsatish kerak mana. Qarang. Mana qarang. Oho. Mana qarang. Yeb ko'ramiz yana bitta. Bitta bilan bo'lmayapti-da. Bu endi ko'chada turgan narsa, bu xalqniki. Kimki kelsa bemalol yeyveradi-da, unday nimasi yo'q, to'g'rimi? Aynan, yetiyotgan emas bu, oxunibniki. Yo, endi gapida egasidan so'rab yema deylam deb so'ragan insonlar bo'lishi mumkin. Musoxon akani xonadonlarida shunday ko'chasida mana tashqariga chiqqandan keyin kichkina. Hurmatli obunachilar, telefonimiz qizib ketdi, o'sha yerdan uzilib qoldi. Endi ma'zur tutamiz. Aslida biz Oxunovni kecha mana efirda aytishdi, Mansurbek efirda aytishdi. Qovunga boring. Qovun gullaydimi? Qovunga boring degan insonlar juda ko'p bo'ldi. Musoxon aka aytayapti-da, qovun o'g'irlaylik, Qulupga tushadimi? Endi bu tomondan aka bir qiyinroq bo'lsa kerak. To'g'ri, Bari tomondan. ko'tarib qo'yaman, chiqa olaysan? Yo'q, men chiqa olmayman. Chiqa olaysizmi? Men bunday qilib ushlab turaman. Yo, baland Chiqa olaysizmi? Balandlikka balandda. Yo'q, bu tomon dik ekan. To'g'risiga. Qaydan tushdi? Endi bu tomondan o'sha odamlar tusha olmasligi uchun shunchalik baland qilganlar, tusha olmasin.
va boshqasidan olib ketmasin. Bu yerda hali hech kim ko'rmagan dakarlar ham bor. To'g'risi gap, hali hech kim ko'rsatilmaydi. Uni obunachilar ham ko'rsatilmaydi. Bu yerga kelib turib, dakar sotib olaman degan insonlar ko'rsatmaydi. Bu yerda hali haqiqiy bir cho'tkalari bor-da. Umuman O'zbekistonda yo'q dakarlar bor. Bilasizlar, Oxunov dakanga juda ham qiziqadilar. Hozir paytda bilmaman 200 dan oshiq dakarlari bo'lsa kerak. Kuniga tuxumlar, jo'jalar, kuniga dastavka bor. Hozir Oxunovni kutyapmiz. Bu tomondan chiqarmikin yo u tomondanmi? Hayronman. Xulasi Yo'qchida qo'ng'illamoqchi edim. endi iloji yo'q. Lekin hozir Oxunov kelsalar, kiramiz. Baribir qovunni sizlarga ko'rsatamiz. Kuzatinglar bo'lsa. Ha, kuzat. Ya biz chiqmoqchi edik. Ya sizlar kim tushunmaysizlar, bir-birlarni ko'tarib o'tirmaysizlar. Ko'tarib o'tolmaydigan qilib qo'ygan ekansiz. Ko'tarib o'tolmaydigan qilib qo'ygan ekan. O'tarasizmi? Yo, baland. Yo biz Siz o'tishingiz mumkin. Ya ko'tarib tursa. yetmadi. Lekin sakrab turaveradi-da. Ya men o'taman, nima? Ana, o'tolmaysiz. O'tsamchi. O'tolmaysiz. Ya o'taman. Ha? U bu safargi videoda o'taman. Endi Kamera ushlab hozir turing. yo hozir qovun yegan Ushlab kuzatyapman. turing kamerani. Hop, men ushlab turingchi. Hop. Mansurbek, o'tadigan bo'lsangiz 4 ta qo'yib beraman shunday. 4 ta qo'yib beraman. Ya shunaqa beraman. Siz o'tingiz qani? Agar o'tolmasangiz bermayman, eshikni olib turing. Qaysin shundanmi? Farqi yo'q. Ey, boshqa safar. Keyin Mansurbek. Keyin safarda qo'yib o'zim o'rnataman. Ha, bo'pti, keyingi safar. Keyingi safar. Yuraylar. Kelaylar, tush kelibsizlar. Qovun u tomonda. Lekin ana shu narsaga chiqib bo'ldim. Ha? Shu narsaga chiqib bo'ldim. Uyga olaman. Ha? O'shali tovuqlar boshqaga juda yaxshi narsa. Ya u nima joyga borib deb qo'yib turib, ustiga bu narsa qilib tushib qo'yishsiz ham bo'laveradi. Ha. Qovunni o'sham ustida yeysiz ham bo'laveradi ikkalayni. Qanaqa? Stolcha Salqin deyver. Issiq ekan. Ha, bu. Salqin zo'r. Ha, ko'ndirdiz. Holizni bir ko'rsataylik. Ha? Ko'rsatayman. Ha, kirib bo'lmaydi hozir siz yotibsiz. Siyotdimi? Xullas, aka. Ha? Qo'ndan ustida qolib ketdi. Ha, unda terib qo'ydim qo'lni. Sizlar kelguncha. Bunaqa quyosh tushib qoldi, bunga qolib qo'ying. Quyosh tushsa ayniydi. Yo'q, aynimaydi. Quyoshni ham odamlar sotib yotib-yu. Hop. Kichkina ham bor ekan. Endi shular. ha? Shular pishganmi? Shuni yeb ko'rasiz. Kichkina. Buni endi sarkatorog'ida o'zi bugun Hop. yarim damas jo'natib yubordim. Ha. O'sha kichkina demenda Saralangandan qolganda. saralangandan qolgan Ha, hozir bo'ldi, tushundim. 200 kilo berib yubordim. 200 kilo berib yubordim. Yaxshi-ku. Ha. Mana uni Sofxon qorakiga beramiz. Ana. Ustalar bilan. Ha, hozir Sofxon qorakenga boramiz. Ha, bormasak bo'lmaydi. Biz asl hurmat omonasi qaydan u plan keldi sizga? Ha, bormasak chunki Mansur Beyda obunachilar salomlashib qo'y. Yaxshimisizlar, tanzorlar sog'. Sofxon qorakan oldiga bormasak bo'lmaydi. Chunki mana tashi 1 yil bo'ldi. Ko'rishmagan o'sha inson bilan ko'rishmaganimizga. Endi biz ham shu Bag'dodda proyekt qilganmiz, ko'pchilik ko'rgan, bir ikkita oilaga uy solganmiz. O'shada har doim yonimizda turgan. To'g'ri. Shuncha joydan kelib, mashinachalik uy solyapsizlar deb kuniga kelib yonimizda bo'lgan. To'g'ri. Ha? To'g'rimi? Shapkaga olyapsizmi deyman-da. Shapkaga mana katta. Hammasi band bergan ulardi. Mana katta. Mana shu endi. Oxunov. Qovunlari tayyor. Obunachilar qaranglar. Endi hozir mana sredin tergan joy emas, endi boricha terib chiqdim-da. Aha. Endi hozir bilaman siz o'zingiz kelmaysiz deb turib, Abdumalikga, sizga bu yoqqa qilib 5 ta qilib uzib qo'ydim. Aha. Sizlar keyinchalaring. O'shuncha qanchada kelasiz degan joyim shu edi. Endi iloji yo'q, issiqda o'zi paygalik kirib bo'lmaydi. O'shuncha iloji yo'q bo'lsa, sekin oyoq uchida bo'lsam kirib qo'limdan kelgancha olib chiqdim. Lekin shogirdlaringizga kichkinasidan beryapti demanglar, ertaman 200 kilo chiqarib yubordim. Ertaman o'sha video ham qilganman, sababli bu bolalar. Bolalar desa ham bor. Zo'r u bitta sanga u xursand bo'ladi. Xullas men hozir pichoqni olib kelaman, xullas obunachilar. Gap cho'zmaylik, vaqt o'tkazmaylik. Hozir kimning mashinasiga ketishimizni aniqlaymiz. Uning uchun sizlar qo'llab-quvvatlab kommentariy yozib, kiras bosib turinglar. Gaplashib turing, hozir kelaman.
Bay mana xudini qarang. Bu qovunmisan, qovun bo'pti. Lekin mehnat. Bu narsani ortida juda ham katta mehnat turibdi. O'shab qancha bo'ldi endi ekkaningizga? Aslida 2 oy 70 kun. 70 kun deganda tayyor bo'ldi. 70-75 kun. 2 oy 10 kun ekanda. Ya, 70-75 kunda tayyor bo'libdi. Bu xidini qarang, ukam, xidini mana. Bu ham odamlar achitini ochyapti. Kedelar. Ha? Kedatyapti. O obunachilarni yegisini keltirib oryapsan, o'zi musofirdagilar. Mashaga kelyapti. Tog'a. Shu, endi kim yutadi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni yozinglar. Endi Abdumalikni obunachilari hammasi qo'llab, Abdumalikni qo'llaysizlar, bilaman. Asab turinglar. Mayli, endi mana bu kanalda ham qani bir qo'llab, bizni ham qo'llab-quvvatlab turinglar. Boringlarga shukr. Lekin yana hozir kesirdan so'roq savol qilamiz. Musohon aka, siz ko'proq bilasiz. Bir kunda qancha uchsa bo'ladi? Endi pishishiga bog'liqda buni. Topdingizmi? Akam bir kunda necha kilo uzyapsiz endi? Endi hozirgi kunda 200 kilo, 250 kilo. Kuniga, har kuni Kuniga, bor. kuniga. Suv quyib turasizmi endi bunga yo'q? Ha, suv quyib turiladi. Pastda tayindan turish kerak. Mana bu chanqagan tomonlar o'shdan nari chanqagan. O'sha baylamda bu. Bitta mana sug'orasiz, mana bu tomondagi baylarni sanaydan qo'ygan. Qanchalik xunishib qolganda. Lekin sug'arsangiz ertaga o'shalar uyg'onadi. Mana hozir mana itlarda ham bor. Endi toza bandi uzilib bo'lgan yo'q ularda. Lekin bu kichkina bo'lganlar bular bandi uzilib bo'lgan. Band beradi-ku. Hurmatli obunachilar, keling, obuna. Hurmatli obunachilar. Baq o'tvoylar obunachilar. Obunachilar baq o'tiradi. Oxunov TV qovun tushirmadi. Bu galgisida. Yozishdi-ku. Pomidornimi? Vod anaqa bagazga achchiq qalampir ekding, u ekding, bu ekding. Endi qovun ekding, qovun tushirmasam bo'ldi. Qovun tushirasan deyishdi. Qovun tushirmadim, qovun pishirdilar. Lekin mana odamlarga biz uchun beryapmiz, mana mahallaga, bugun mana boshqa joylarga chiqib ketdi, har joydagi odamlar oladi, xudo xolasa bir yil. Olishyapti. Endi hozir bitta videoyingizni ko'rib, haqiqatan men o'zim bir haligina bo'ldi, sizga sira telefon ham qildim. Birinchi videolarda o'sha sirli vlogga kirsanglar ko'rasizlar, ko'rgan insonlar ham bo'lsa kerak, o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Mana shuni hammasini korobkada solib, o'zlarini o'sha magazinga, ikkita magazin qarindoshlar ekan-ku. Ishlar borinda, shunaqa kayfiyatni ko'raman-da. Qoraqalpoqda ham qandoshlarim ko'p. Gap yo'q. Menga o'xshaydigan odamlar ko'p, qandoshlar. To'g'ri. Boja deb qo'yaman, kuyov bola deb qo'yaman, shunaqada. Bir bola oldingizga shuna keldida, qovun nechib bo'ldi dedi. Deb ikkilandingiz, endi unga berayotgandingiz-da. Aka mana bo'ladim deb turib, o'sha birinchisini berganda, birinchi pochim ochildi deganingizda shunday bir boshqacha bo'ldi. Men vaqti. Bitta bir men o'zim ekib, o'zim hali sotayotgandek bir boshqacha bo'lar ekan odam. Endi hozirgi kunda mana o'sha magazinlardan o'sha 10 ming, 9 ming sotilyapti. Bugungi kunda 8 ming sotayotgan joylar ham bor. Endi biz optim 6 mingdan beryapmiz. Uni oldida men 6 mingdan bersam bo'lmasdi-da. Bo'lmasdi. Bo'lmadi, chunki u 6 mingdan avvalgidan oldimda sotuvchi undan oling desam, to'g'ri. Men aka deb shuni berib ketdi. Endi katta qovun tanlab olib ketib, u ham 2 kilodan ziyod qovunida osh bo'lsin. Xullas men bitta gapda choq topib ketdilarmi? Gapcha yo'liga topib keldim, uni ham ozgina qo'limdan kesib oldim. Mana qovun olib qo'yganman bitta. Chunki sizlar kelmasangni oldin men sizlarni qilib qo'yganman-da. Sizlarni o'sha bilardim-da. Kichikroqni tanlasangiz. Yo'q, o'sha yetadi. Kaottasini tanlabsiz. Yetadi. Xo'p. Endi ish qilamiz Mansurbek. O'rnini olasiz bo'chatgani. O'rnini tepasida tukafi. Obunachilarni birovormi? Siz oling. Tepasiga kichkina pastga olib qo'yasiz. Mana nima? Pastidagi, ashuni oling. Mana ortib qolganlar pastga olib turib. Endi o'zingizga bir joy tayyorlab olishingiz kerak-da, pastga qo'yib qo'ying. Ashi qo'ying. Uni oling. Bu katta ekan. Katta, o'yga borib yuvib keling arzonda. Yaxshilab yaltiratib yuvib keling. Bo'ldi bu. Obunachilar. Buni yuvib endi o'zimga joy tayyorlatgan. Bismillah. Pastda ham suv kelib tursa boshqachada. Bizda oldin kelmasdi, Samarqand savxozda. Aka iloji boricha issiqdan avaylaysiz, chunki telefoningiz bir marta o'chdi o'zi.
Bir xiligi paytda shu operatsiyadan keyin to'g'ri ozgina vес oldim. Operatsiyadan oldin bunaqa vesim yo'q edi. Bir xil paytda bilinib ketadi. Mayli. Ha bo'ladi. Bundan ham endi nima bo'lib ketdi bo'lmaydi. Qani ketdik. Hayır hayır. Çalayız manzarayı boşa dönüp koyayım. Maydan kop gitti. Morda. Kol soyamaz üstüge. Maaşın üstüge. Aa, o üçüncü yaşta yuvuk geldi Mansur Bey. Yana qaytarasiz. Ha, boring oling, maydan yuvuk geldi. Kamera yoktu. Yo, yuganimcha yuvdim, mana tagini. Chiroyli qo'ying, chiroyli qo'ying. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yeganiga rioya qiling. Yaxshi. Ishlar oling, biz tomosha qilib turamiz. Bo'zaxona gapni. Akam baribir. Abdulalik hozirlar, so'rasam Mansur Bey hozir. Tepesiga bitta suv quygi. O qo'ling tagida ham bor. Qo'ling tagida. Bo'lganda. Bo'ldi, suvga tushdi. Zo'r bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Zo'r bo'ldi, Musoxonaga qarab turibdilar. Akam hozir yana o'chib qoladi telefon. Bildim. Telefon o'chib qoladi, keyin videomiz davom etmay qoladi. Gap. Bo'ladimi? O'rnashdimi? Yo'q, o'rnashmayapti-da. Buni tikka turib ketyapti. Ha, oyog'iga nimadir qo'yish yo'q, bo'ldimi? Bo'ldi. Endi Siz chiqib o'tirmaysizlar-ku, Mansur Bey? Yo'q, zo'r o'rnashmadi. Ha? Ha, bo'pti. Siz chiqib o'tirmaysizlar, bo'ldi mana shunday deb. Bismillahirrohmanirrohim. Yaqinroq olib keling, bu narsaga yaqin ko'rsating. Yo'q, uzoqdagilarga bu qiziqda hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Shunday turgan joydan so'yib. Teng bo'ling. Teng bo'laman-a? Ha, bir tomon kichiklashib ketyapti. Akam, kattalashtiramiz. men tomondalar akam. Marhamat. Hali olganlar yo'q, tanlaganlar yo'q-ku. Ha, oh. Qaysi tomoni? Qalay Mansur Voy, aka. Mansur Bey, Bo'laveradi mana mana shu. Ha? Ha, bo'laveradi. Bo'ladimi? Bu Mansur Beyjonga. Ha, bunday qilib tirik qilib qo'yasiz. Ha, qanaqa qilaman? O'shanga yudildan toza-ku. Toza-ku. O'sha yuving dedim men. Voy. Qo'ydimmi? Ha, yaxshi, xo'p. Yaxshilab yuvdingizmi? Ha, yudim. Ha, o'sha bekorga qaytardingiz siz Mansur Bey? Endi qanday so'yishingizni men tushunmadim-da. Ya endi Tilik qilar ekansiz. ya po'chaga ketib qolmasin deb tilik qilyapman-da. To'g'ri. Sho'ta sal ikkilantirib qo'yasiz, sho'ta Abdumalik yutadimi deyman. Nimaga? Ancha yosh baribir. Yoshga qaramaydi bu Mansur Bey. Yoshga qaramaydi. Yoshga emas, bu og'izga qaraydi. Ovozga qaraydi, qovun baribir og'ir narsa-ku. Jahongir Toshmatov shogirdim hozir mana Umra safarda yuribdi. Umra safarda. O'sha bola Haj safari. ha biz Antaliyaga borganimizda ikkalamiz. Ular basseynga kirdik. Ha. Ular aytdiki, ustoz dedi, kim tez o'ynaymizmi dedi. O'ynaymiz dedi. Qolib ketsangiz kelasa, va deb kuldi-da. Ha. Mani mensimatda. Ha, sizni suzolmaydi deb Ha, o'ylaganda. suzolmaydi deb o'yladi. Mayda suv tagida suzishamiz. Borib, qaytib kelish kerak dedim. Necha bitirgan? Ya suv tagidan emas-ku, suv tepasidan suv borib kelish. Bu bassenda endi bir Ha. 8 metr, 9 metr, 10 metrlik bassenda. Keyin o'sha qo'ydik. 1-2 ga boshladik. Borib qaytasan o'zi ketakan ekanda. Yo'q, Ha, borib qaytasan, mana ko'rib turgan, hozir ko'rib turgan. Borib qaytasan o'zi ketakan ekanda, yaxshimisi o'tib ketdim keyin. Ana shunaqa gap. Yo, sizga yaxshimisiz o'zi? Men Yolvorasiz işte. Shu ves bilanmi? ha, suv tagida men ana shu zakarlardan cho'milsam ham o't o'lanlarga o'ralashib ichkarida yomon yuraveramiz suv tagida. Gap yo'q. Dam uzoq. Hurmatli obunachi, bo'lmasam bundagi videoda Sohibjon Qoragan oldiga borgan video bo'ladi-da. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ya bugun borib kelaylik. Ha, Bugun dam ol, o'sha. Men ham dam olish kunimda. Xo'p, sizgina Shekar o'tiraversin. Mana turaversin. Mana shunda uni nabarat qo'yish kerak. Xo'p, 3, 6, 7 ta bo'lyapti. Ha? Endi Abdumalik esa. Bunikini 10 ta qilib kesing-da. Nimaga? 10 ta. Qani vaqt ko'proq ketadi demoqchi. Ha. Endi borichada endi. Ha, shu chiqqan esa. Obunachilar
Og'izlaringdan suv oqadi. Menga ham oqadi. Chunki bular shalpillab bitdi hozir shashilganda. O'shanga aytyapman, biz yemay tomosha qilamizmi endi shunda? Ikkalamiz atlaymiz. Ha, bo'ldi. Necha bittadan ajratib qo'yaylik. Yo'q, bo'lmaydi unda. Qani? 1 2 3 4 5 6 7 ta. Hozir 4 ta bo'ldi. Uniki ham 7 ta. Ha, qizig'i yo'q. Yo'q, uniki ham 7 ta bo'ldi. Cho'ta uniki kichkinab qoldi, yo'q. Men cho'ta kattadan tanlab qo'ydim. Bir xil. Bir xil. Qani? O'zim tanladim. Qani? Bu tepishar qo'yib qo'yamiz. Ha, endi Abdumalikdan telefonni olish kerak. Siz ham mak o'tib olasiz, Abdumalik hojim aytib turadi. Siz ham mak o'tib olasiz, men turamiz. Isbot dalil bilan bo'lsin-da. Xo'p, obunachilar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yo'q, ketibdi. Qani? Xo'p. Bo'lmasam, Yugurishga nima farqi bor? Oldi. 1-2 dan boshla. kelishib oldik, ha? Ha. Xullas, kim yutkazadigan bo'lsa, o'sha mashinasini olib borib olib keladi. Ha? Yana yo'lda benzin quyib beradi ish yo'q. Bo'ptimi, Abdumalik? Haqiqatan. Quyish ish yo'q. Omad Yo'q, tilaymiz. unaqa narsa yo'q. 1 2 shoyli bittadan. Ha, bu. Shu dedim. Ha. 3 Tozalab islom lekin. Qaytadan islom lekin. Tagi bilan yeylar. Katta qop Abdumalik seni qop ketyapti, katta ketyapti. Tozalab yeylar. Shirin chiqdimi? Abdumalik? O'yin gap yo'q. Ha? Menga ketma. Boshqatdan tozalaysizlar lekin. Boshqatdan tozalaysizlar. Katta qop ketyapti. Obunachilar Abdumalik deydi qaylar. Katta tishda bo'ladi. Bu mazbedikda ham bor. Tozalab yeylar. Volqmani dehqon mehnatini. Bosh bo'lsin. Rubi ham ishlay qilmadi, yeyver. Domboz bo'lib chiqib qolyapti Abdum. Obunachilar, Abdumalik qolib ketyapti. Mansurbek, ha, bo'l. 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 Abdumalik qolib ketyapsan. Ha? Bo'l bularga tomosha qilib tursa qolaverasiz. Shu Mansurbek jentrada boramiz o'tdi. Jentrada. Ha? Gaz yo'qni chechagir oying. Abdumalik o'zi yo'qolasa shekilli. Gap yo'q lekin yo'q ekan. O'zi endi yeyapti-da. Obunachilar qo'llab turinglar. Gap yo'q. Abdumalik yana bittadan birinchi yeganingni umuman chalayapsan. Bo'l tez, Abdumalik. Yeb qo'yasan lekin. Chala qoldirma. Obunachilar qo'llab turinglar. Abdumalik juda sinabillashib qoldi. Boshi zo'r ketdi Abdumalik. Boshi zo'r ketdi. Abdumalik yelmay qoldi hozir. Yutqizdingmi? Bilmayman. Yutqizdingmi? Ha? O'zim obunachilar, tan olayim. Mencha semiz bo'lganmi, unaqa deganim emas-da. Yutqizdingga? Ya bo'ldi, bitta. Obunachilar, qarsaklar bo'lsin. Qovun zo'r chiqibdi lekin. Shapaloqlar bo'lsin dedi-yu, gap Gap yo'q. yo'q, hurmat, gap yo'q, zo'r. Bir maza qilib yo'ylar dedim-da, Mansurbek. Agar shunaqa qilib konkurs qilmaganda, sizlar buncha yarimta qo'l yeyolmaysiz, Mansurbek. Alhamdulillah, buni yeb yuboraylik endi kana. Gap yo'q aka. Gap yo'q. Zo'r. Ham berdim. Men Ta'sirot o'ylamaganda. Gap yo'q. Chunki bu o'zi bunday qo'llarini chumarib, bunday qilib, deb o'tirdim, aytdim. Bu Yeb qo'yadi o'zim. yeb qo'ya shekilli deb turdim. Obunachilar, ta'sirotlar. obunachilar, qovunda mazasiga gap yo'q. Haqiqatda qovun Gap yo'q, haqiqatdan. zo'r chiqdi. Yerdan chiqqan, dori ja unaqa ko'p sepilmagan. Hozirgilar rosa dorida, bular lekin tabiiy odamni maza qildi, chanqoqlar bosildi. Lekin baribir men to'g'ri yeb ololman, Mansur akamga, lekin gap yo'q. Haqiqat yomon ekan, zo'r. Gap yo'q. Nima dedimi? Bittani ol, bittani men olaman, aka. Bo'pti mana yeb. Shoshilmay yeb qo'yinglar. Obunachilar, Anvarga ham aytadi-yu, sizlar sog'lanchi o'zim qonim uchun.
Yazıyevon, Namangan. Yazıyevon, Namangan bo'ldilar. Biz yemadik ham qana chiqibdi. Shuni bittasini berib olsam mana bu tatib qo'ysam, Obunachilar mana olayni. Tepasida buni shirasi bo'ladi-yu, maza. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Tam juda ham zo'r. Obunachilar bo'lmasam, sizlar bilan haylashmaymiz, biz bilan qolinglar. Ha? Musoqar aka nima deysiz? Keyingi darslarda ko'rishguncha, xudo xolasa bundan keyin ajoyib video bo'ladi. Xudo xolasa albatta kutinglar. Yo'llarga bomba video qilamiz deb men plan qilib turibman. Hali Mansurbek ham Abdumalik hoji ham bilmaydi. Sizlar ham bilmaysizlar. Uning uchun bundan keyin videoga ko'rish uchun albatta klass bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Meni qiziqtirib qo'ydingiz-ku. Ha, shu. Kutamiz unda. Sog' bo'linglar. O'yib